Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan 5-Ustko olimpiadasi yozma savollarini tahlil qilamiz. Birinchi topshiriq hujayra biologiyasiga oid savollar bo'lib, ular 2 qismdan iborat. Hozir biz sizlar bilan birinchi qismini ko'rib o'tamiz. Siz quyida ko'rsatilgan ketma-ketlikda ko'rsatilgan kichik bir oqsil kodlash joyini o'rganyapsiz. Ketma-ketlik 5-transkripsiyali start nuqtasidan 3-transkripsiyali stop nuqtasigacha ko'rsatilgan. Bu qism 2 xil polipeptidlarni kodlash uchun javobgardir. Qalin harflar intron ketma-ketlikni ko'rsatadi. Mana bu yerda ketma-ketlik berilgan. Yuqoridagi ketma-ketlikni tahlil qilgan holda quyidagi savollarga javob bering. Yakunda hosil bo'lgan mRNK qanday uzunlikda bo'lishini nanometrda hisoblang. Katta polipeptid sintez yo'nalishini ko'rsating. Hosil bo'ladigan katta va kichik oqsillardagi aminokislotalar nisbatini toping. Kichik polipeptidning start kodon bilan qo'shib hisoblaganda 3-aminokislotasini genetik kod jadvalidagi bosh harflar bilan javoblar varaqasiga yozing. Agar yuqoridagi ketma-ketlikda tagiga chizilgan sitozin guanin juftligi adenin timin juftligiga o'zgartirilsa va natijada ushbu genning mutant shakli hosil bo'lsa, ushbu o'zgarish natijasida qisqaroq polipeptid hosil bo'lishi uchun qanday turdagi mutatsiya yuz berganligini mana bularning orasidan ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu savollarga javob berishdan oldin biz mexanizm va jarayonni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Qanday qilib bu qism 2 xildagi polipeptidni kodlash uchun javobgar bo'lib qoldi? Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bir zanjirning o'zidan 2 xil oqsil sintezlanishi mumkin edimi? Bir zanjir bir marta stop bo'la turib va keyin yana start bo'lib turib ketishi mumkinmi? Shunaqa bo'lishi mumkin edimi o'zi? Bu jarayonlarni tekshirib o'tishimiz kerak bo'ladi va zanjirda qaysi jarayondan RNK olishimizni ham bir tahlil qilib olsak yaxshi bo'ladi menimcha. DNKning 2 zanjirini bir-biridan farqli bo'lishi uchun men quyida 2 xil rang bilan tasvirlayman. Deylik, mana bu 3-zanjir, ya'ni 3-ip. Va boshqa rang bilan endi keling 2-zanjirni tasvirlashga urinib ko'raman. Mana bunday tasvirlasam, demak bu boshqa bir uchi. Maktab darslikdagi ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, transkripsiya olish, ya'ni nusxa ko'chirish mana bunday amalga oshiradi deyilgan. Va bu amalga oshirish asosli va o'rinli hisoblanadi aslida ham. Negaki, mana bu uchni yozib qo'yamiz, 3-uch va mos ravishda yashil bilan tugagandan keyin bu ham 3-uch bo'ladi. Mana bunday chalkash mana bu yer kelish kerak edi. Shunda bu 5-uch, mana bu yer ham 5-uch bo'ladi. Shunda sizda savol tug'iladi. Nega biz 5 dan olmayapmiz? Ya'ni 5-zanjirdan olmayapmiz, chunki 5-transkripsiyali start nuqtasidan 3-transkripsiyali stop nuqtasigacha bo'lgan joydan olinadi deb maslaning shartda ham aytilyapti-ku. Ha, shu joydan olinadi ketma-ketlik. Biroq olinishning o'ziga xos yo'li bor. Ya'ni bu yerda matrix DNK bor, ya'ni qolip DNK bor. Qolip DNKning vazifasi nima? Siz oynada o'z aksingizni ko'rganingiz singari u ham aksini berish vazifasini bajaradi. Deylik, mana bu yerdan olishingiz kerak edi adeninni. Agar siz mana bundan ko'chirmoqchi bo'lsangiz, bu yerga timinni olib qo'yishingizga to'g'ri keladi. Mana natijada siz timinni ola olmaysiz va RNKda komplementar uratsil bo'ladi. Uratsil timinga teng bo'lganligi uchun siz timinni olganga teng bo'lasiz. Adeninni olganga teng bo'lmaysiz. Agar siz adeninga komplementar bo'lgan mana bu 3-zanjirdagi timindan nusxa olsangiz, bu yerga adeninni olishga erishasiz va siz 5-zanjirdagi adeninning aynan o'zini olgan bo'lasiz. Ya'ni jarayon mexanizmi sizga menimcha tushunarli bo'ldi. Siz 5-dan emas, 3-dan nusxa olarkansiz, xuddi 5ning o'zini, aynan o'zini ko'chirgan bo'lasiz. Mohiyatan jarayon shunaqa. Demak, bundan xulosa qilish mumkinki, biz qachonki qaysi zanjirdan informatsion RNK sintezlamoqchi bo'ladigan bo'lsak, har doim 3-dan 5-uchga qarab yuramiz va hosil bo'lgan zanjirimiz, ya'ni olgan RNKmiz bizda 5-uch deb qaraladi. Nega 5-uch deb qaraladi? Chunki mana bu yerdan ketayotgan qism 3 va mana bu yer 5 bo'lib qoladi bizda. Shunda
siz o'ylaysizki 5 u 3 deya. Menimcha mexanizm sizga tushunarli bo'ldi va shu mexanizm asosida bugun biz sizlar bilan shu masalaning tahlilini ko'rib o'tamiz. Demak, masalada o'ziga xos qism ham qo'shildi, ya'ni mutatsiya yuz berishiga ko'ra qanday mutatsiya ekanligini aniqlash. Bu mutatsiyalarning qanday bo'lishi haqida bugun biz siz bilan yetarlicha gaplashib o'tamiz va bungacha bo'lgan qismlarni ham birma-bir mayda-mayda qilib bo'laklarga bo'lib tushuntirishga harakat qilamiz. Demak, bugun biz siz bilan intron va ekzon haqida, shuningdek mutatsiyalarning turi haqida va oqsilning o'zi qanday sintez bo'lishi haqida batafsil gaplashar ekanmiz. Endi keling, biz o'sha aminokislotalarni kodlaydigan, nukleotidlardan foydalanib aminokislotalarni hosil qiladigan genetik kodlar jadvali joylashtirilgan ikkinchi sahifaga o'tib olamiz. Demak, yuqori qismda o'sha nukleotidlarni kodlaydigan aminokislotalar jadvali, ya'ni bu yerda hech bir aminokislotaning nomi to'liq yozilmagan. Misol uchun leysin, metionin, valin, trianin, alanin, ularning bosh harflari yozilgan. Siz uchun muhim bo'lgan narsa shunchaki bu aminokislotalarning hammasini yoddan bilishingiz kerak emas. Bosh harflarini ko'ra turib ularning nomini topishingiz ham kerak emas. Sizdan bu narsa so'ralmaydi. Bu yerda shunchaki bu jadvaldan foydalanish so'raladi xolos. Endi biz o'zimiz uchun xulosa qilib oldik. Qanday xulosalarni amalga oshirdik? Har doim DNKning qaysidir zanjiridan oqsilni hosil qilmoqchi bo'lsam, 3-dan 5-uchga qarab yurishim kerak ekan. Deylik, buni qanday tushunishimiz mumkin? Agar men mana bu yerda hozir mana bu zanjirdan, ya'ni bu zanjirlarni shartli ravishda men hozir birinchi va ikkinchi zanjir deb nomlasam, yuqoridagini men birinchi zanjir deyman va quyida turgan pastrog'idagini esa ikkinchi zanjir deb nomlasam. Ikkinchi zanjirdan oqsil sintezlamoqchi bo'lsam, men bu kodlashni mana bu ko'rinishda amalga oshirishimga to'g'ri keladi. Ya'ni shu ko'rinishda. Bu nima degani? Deylik, amalga oshiraman. Mana bu yerda gonindan komplementar olaman stazin, adenindan komplementar olaman uratsil va shu ketma-ketlikda borib mana bu yerda stazin bo'lib tugashligi kerak. Va bu hosil qilganim, nusxa olganim menda 5-dan 3-uchgacha bo'lgan RNK ga to'g'ri keladi. Ya'ni hosil bo'lgan axborot endi menda 3-5 emas, 5-3 bo'lib qoladi. Shunda menda 5-transkripsiyali startdan 3-transkripsiyali stopgacha bo'lgan nuqta deyiladi. Mohiyatan shunaqa. Va endi men hozir aytganimdek shartli ravishda birinchi zanjirdan oqsil sintezlamoqchi bo'lsam, 3dan 5 ga qarab yurishim kerak bo'lsa, ishni men mana bunaqasiga amalga oshira olmayman. Chunki bu 5 va 3 hosil bo'lgan RNK esa menda yana nimani berib qoladi? 3 5 ni berib qoladi va bu mantiqqa to'g'ri kelmaydigan narsa. Shuning uchun buni hoziroq shu yo'lning o'zida to'g'rilaymiz va jarayonni to'g'ri amalga oshirishga harakat qilamiz. Demak, bu ishni men 3dan 5 ga qarab amalga oshiraman. Demak, mana bu ko'rinishda bo'ladi bu. Demak, mana bu yerda komplementar gonindan boshlanib, bu yerda tugashligi kerak gonin bilan. Shunda men 5dan 3 ga qaragan RNK ni olishga erishgan bo'laman. Ya'ni informatsion RNK ni sintezlashga erishgan bo'laman. Informatsion RNK olgan bo'laman. Mohiyatan shunaqa. Endi mana bu yerda jarayon qanday bo'ladi? Bizda intron va ekzon degan tushunchalar bor. Bu tushunchalarni keling mana bu yuqori qismidan tushuntirib berishga harakat qilaman. DNKning mohiyatan barcha qismlari ham bizda sintez uchun to'liq javob beradigan qismlar bo'lmaydi va ularning ayrim qismlari oqsil sintezlanishida faol ishtirok etmasligi mumkin. Bu jarayonni biz mana bu sxema orqali tushunib olishga harakat qilamiz. Deylik, mana bunday bo'lsin va bizda shunaqasiga mana bunday bo'lsin. Mana shunaqa bo'lsin. Demak, ko'rib turganingizda hozir biz oqsil sintezlash uchun jarayonga o'tyapmiz va bu jarayonda nimalarga duch kelyapmiz? Bu sxemani shunchaki men sizga intron va ekzonni tushuntirish uchun chizdim. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu joyda o'z o'rnini yo'qotib qo'yyapti mana bu qism.
Mana bu joyda ham o'z o'rnini yo'qotib qo'yyapti mana bu qism. Bizda o'z o'rnini saqlab qolayotgan qismlar ham bor albatta. Mana bu qism o'z o'rnini saqlab qoldi, mana bu yerda tushdi. Mana bu qism o'z o'rnini saqlab qoldi, mana bu yerda turibdi. Va bu qism ham o'z o'rnini saqlab turibdi. Lekin mana bu qora bilan belgilangan qismlar ham o'z o'rnini yo'qotdi. Ya'ni bu qismga kelib ular yo'q bo'lib qolishdi. Va bu yo'q bo'lib qolgan qismlar oqsil sintezida ishtirok etishmaydi. Bu qismlarni biz fanda intronlar deymiz. Ya'ni mohiyatan ular faol bo'lmagan, ya'ni oqsil sintezlanishda ishtirok etmaydigan qismlarni biz intron deb ataymiz. Sariq bilan belgilaganlarim esa bular egzonlar deb atalib, oqsil sintezlanishda faol ishtirok etadigan qismlar sanaladi. Egzonlar demak oqsil sintezlanishda ishtirok etadigan qismlar, intronlar esa ishtirok etmaydigan qismlar bo'ladi ekan bizda. Va bu jarayon ham o'zi murakkab jarayon. Bu jarayonni biz oddiyroq qilib shunchaki diagrammalashtirib tushunishga harakat qilamiz, urinamiz. Biroq bu murakkab jarayon hujayra ichida juda uzoq davom etadigan jarayonlar sirasiga kiradi. Endi agar DNKda intron bo'ladigan bo'lsa, informatsion RNKga buning ahamiyati yo'q. Mana bu polni DNKning hammasini informatsion RNK ko'chirib olaveradi. Mana bu yerda yozib qo'yamiz. DNK deb. Mana bu yerda informatsion RNK axborotning barchasini ko'chirib oladi bemalol, hech qanday o'zgartirishsiz. Faqatgina splicing jarayonidagina buni tekshirib ko'rishimiz mumkin va bilib qolish mumkin. Buni sezib qolish vazifasini bizga mRNK, ya'ni mitoxondrial RNK bajarib beradi. Bu yerda qaysidir qismda demak nimadir bo'lgan va shuning evaziga deylik mana bu yerda egzon bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning evaziga bu qism yo'qolib qolgan va bu qism to'liq ko'chirilgan. Demak, egzon qismining yo'qolib qolishi mana bu yerda sezilish jarayoni qaysi jarayon kimga kelib bilinyapti desa, biz mRNK ga kelib bilinyapti deymiz. Va masalani shartda sizga bejizga mRNK ning uzunligini top deyilmagan. Agar sizga informatsion RNK ning uzunligini top deyilgan edi, mana bu yerdagi jami nukleotidlarni 0.34 ko'paytirish orqali topib qo'ygan bo'lardingiz. Deylik, shu yerda hozir bizda 55, 56, 57, 58 ta nukleotid mavjud bo'ladigan bo'lsa, siz 58 ni 0.34 ko'paytirish orqali qandaydir bir sonni chiqarasiz va buni siz javob sifatida taqdim etishingiz mumkin bo'ladi. Bu qaysi o'rinda to'g'ri yechim bo'ladi? Bu informatsion RNK ning uzunligini top deganda to'g'ri yechim bo'ladi. Lekin yaqinda hosil bo'lgan mRNK uzunligini uchun bu to'g'ri emas. Chunki mRNK hech qachon intron bilan ko'chirmaydi. U intronni tashlagan holda egzonlarning o'zinigina ko'chirish xususiyatiga ega. Demak, sizga jarayon tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana bu yerdan endi biz chiqarib tashlaymiz intronlarni. Demak, 58 ta jami nukleotiddan intronni chiqarib tashlaydigan bo'lsak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ta nukleotidimiz intronga to'g'ri kelar ekan. Demak, 58 dan 8 ni ayirar ekanmiz. Hosil bo'ladigan son bizda 50 va bu sonni 0.34 ga ko'paytiradigan bo'lsak 15. Demak, bizda hosil bo'ladigan son 0.34 ga ko'paytiradigan bo'lsak 217 nanometrga to'g'ri kelar ekan. Demak, yaqinda hosil bo'lgan mRNK ning uzunligi bizda 17 nanometr bo'lar ekan. Masalaning keyingi shartlarida qanday savollar qo'yilgan edi? Katta polipeptidning sintez yo'nalishini ko'rsating deyilgan ekan. Demak, biz katta polipeptidning sintez yo'nalishini ko'rsatishdan avval o'zi katta polipeptid qaysi zanjirdan sintezlangan yoki kichik polipeptid qaysi zanjirdan sintezlanganligini topib olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun aytib o'tganimdek, DNK ning o'zidan qanday bo'lsa, xuddi o'shandayligicha biz birinchi o'rinda informatsion RNK ni sintezlab olishimiz kerak. Informatsion RNK ni sintezlab olishimiz bu talaygina vaqtni oladi, chunki bu yerda 1 emas, 2 emas yoki 10 emas, 58 ta nukleotid bor va bu nukleotidlarning hammasini yozib o'tirishim sizni zerikishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun keling, ularni avvaldan tayyorlab qo'yganman va uni shundayligicha ko'chirib olsak. Mana bu yerdan joylashtiramiz demak, informatsion RNKmizni. Demak, mana bu informatsion RNKmiz. Bu informatsion RNK boshida aytib o'tganimdek, DNK ning ikkinchi zanjiridan sintezlangan ekan. Demak, intronlarni biz informatsion RNK da qizil bilan belgiladik.
to'xtang, nimaga informatsion linkada qizildan belgilab qo'ydingiz deyishingiz mumkin. Informatsion linka bularni hali tanimaydi, ajratmaydi, shunchaki intronmi, intronligini bilmaydi. Uni splicing qilish orqali mRNK tekshiradi va mRNK aniqlab beradi. Biz shunchaki hozir bu yerda ikkinchi zanjirdan informatsion RNKni sintezladik. Hosil bo'lgan bu zanjir informatsion RNK. Informatsion RNKdan keyin mitoxondrial RNK splicing jarayonini amalga oshirish uchun uni oqsilga aylantirishdan oldin tekshirib ko'radi bir marta. Bu tekshirishni ham maydalab yozib o'tirmaymiz. Keling, shunchaki yozilgan tayyorni olamiz va bu yerdan qo'yamiz. Shunda bizda mana bu yerda joylashtiradigan bo'lsak, qizillarni tashlab yuborishga erishamiz. Qizillar bizda nima edi? Bular intron ketma-ketlik edi. Intron ketma-ketlikni tashlab yubordik va bizda hosil bo'ldi toza egzonlardan iborat bo'lgan zanjir. Bu zanjirdan endi bemalol biz oqsilni sintezlashimiz mumkin. Bu yerdan biz oqsilni sintezlaydigan bo'lsak, bizda nimalar bo'ladi? Yerdan joylashtirib qo'yamiz va oqsil sintezlaymiz. Demak, oqsil sintezlanishi uchun biz dastavval startni topishimiz kerak edi. Biz mana bu yerda 3 dan 5 ga qarab sintezlaganmiz. Endi buni keling sal o'rtaroqdan yozib olaman. O'rtaroqqa joylashtirib olishim kerak. Mana bunday qilib olsam. Chunki hozir bu yerga men yozishim kerak. 3 u 5 dan sintezlagan bo'lsam, bu 5 u 3 bo'lib beradi menga. Bu yerdan bu tomonga qarab men start kodon, ya'ni metaninni topishim kerak. Metaninni bilamiz, A, U, G. Mana bu yerda shuni ko'rib turibmiz. Demak, bu yerdan start boshlangan ekan. Endi startdan keyingi stopgacha qarab yuraveramiz. 3 nukleotid ketma-ketligida. Demak, mana bu yerda stop yo'q, stop yo'q, stop yo'q, stop kodon yo'q, stop kodon yo'q. Demak, stop kodon mavjud emas, stop kodon mavjud emas. Demak, U, S bizda stop kodon emas, S, G, A stop kodon emas, U, A. Demak, bizda U, A bu stop kodon hisoblanadi. To'xtang, men bularni qayerdan bilyapman? Bularni o'zimdan bilayotganim yo'q. Mana bu yerda qaraydigan bo'lsangiz, U, A stop kodon, U, A, G stop kodon hamda U, G, A stop kodon. Mana bu genetik kod jadvalini siz yetarlicha foydalanishingiz kerak. Va men start kodonni ham o'z-o'zidan olganim yo'q. Start kodon bizda metanin ekanligini bilaman va bu yerda boshqalardan farqli ravishda katta M harfi bilan belgilangan bittasi bor. Bu metanin A, U, G. Bizda bu metaninga to'g'ri kelar ekan. Demak, endi men hozir bu yerda qancha aminokislota borligini bilishim kerak bu polipeptid tarkibida. Demak, sanab ko'rar ekanmiz. 1, 2. Demak, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To'qqiz, 10 va 11. Diqqatli bo'lishingiz kerak bo'lgan ahamiyatli narsa bizda stop kodonning aminokislotalar tarkibiga qo'shilmasligi. Start kodon qo'shiladi, lekin stop kodon qo'shilmaydi. Shunda bizda 11 ta emas, 10 ta aminokislotadan iborat bo'lgan oqsilni sintezlashimiz mumkin bo'lgan ekan ikkinchi zanjirdan. Endi xuddi shu ko'rinishda birinchi zanjirning tahlilini ham amalga oshiramiz. Birinchi zanjirdan ham xuddi shu ko'rinishda birinchi informatsion RNKni olishimiz, bundan keyin esa mitoxondrial RNK orqali ularni splicing qilib tekshirib olishimiz kerak, ya'ni intronlarni tashlab yuborishimiz kerak. Birinchi bo'lib biz uning o'zini hosil qilamiz, informatsion RNKning va informatsion RNKning o'zini mana hosil qilib oldik. Va endi tahlil jarayoniga o'tamiz. Chunki bu yerda sizda tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Shuni oldin olib kelish maqsadida bu yerni ozroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni bu yerda qarasangiz, mana bu yerda
timinning qarshisida adenin bo'lishi kerak edi. Nimaga bu yerga sizlar uratsilni joylashtirib qo'yibsiz? Bu qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydi-ku deyishingiz mumkin va shunday savol tug'ilishi mumkin siz tahlil jarayonida, ya'ni mana bu bo'yicha, uratsil bo'yicha. Nimaga adenin qo'yilmagan? Sizga tahlil boshida ham aytib o'tdim. DNKning qaysi zanjiridan RNK sintezlamoqchi bo'lsangiz, siz 3dan 5-uchga qarab yurishga majbursiz va shunda siz 5-3 transkripsiyali RNK hosil qilishga erishasiz. Shundagina. Ya'ni siz teskarisini olasiz har doim, qolipdan ko'chirasiz. Shunda siz olmoqchi bo'lgan zanjiringizning aynan nusxasini olishga erishasiz. Demak, shunday bo'ladigan bo'lsa, demak biz mana bu 3dan qarab bu tomonga qarab, ya'ni o'ngdan chapga qarab yurishimiz kerak edi. Chapdan o'ngga emas. Shunda 3dan bu tomonga qarab yuradigan bo'lsak, mana bu yerda birinchi guanin, undan keyin esa adeninning qarshisida timin bo'ladi va timinning komplementariy informatsion RNKda uratsil edi. Demak, guanin uratsil bo'ladi. Timinda komplementariy esa adenin. Timindan keyin adenin bo'lganligi tabiiy va tushunarli hol bizda. Demak, sezgan bo'lsangiz, mana bu yerda o'z-o'zidan intron ketma-ketlikning o'ngga siljiganini ko'rib turibsiz. Intron ketma-ketlik nega o'ngga siljib ketdi deyishingiz mumkin. Bu aslini olganda, mana buni hozir men 180 gradusga aylantiradigan bo'lsam, o'shanda to'g'ri bo'ladi. Va o'shanda mantiqan to'g'ri bo'ladi. Men hozir bu ketma-ketlikni, DNK ketma-ketlikni teskarisiga aylantirsam, men xuddi pastdagi gap uni joylashtirib olishga erishaman. Va shunda to'g'ri bo'lardi aslida. Lekin buni aylantirib o'tirmasdan, men mana bu uchni 5-uchdan qarab turib, o'shani chapdan o'ngga qarab yozib qo'ya qoldim. Agar sizga individualni yaxshi, chuqurroq tushuntirmoqchi bo'lsam, mana shu zanjirning, DNK zanjirining o'zini aylantirib turib, keyin yana bitta oqsil sintezlab ko'rsatishim kerak edi aslida. O'zi shu narsa amalga oshyapti. Faqatgina o'shani 180 gradusga aylantirmasdan, hozir shu yerning o'zida tepasiga yozib qo'ya qoldim. Chunki biz katta va kichik polipeptidni bir-biri bilan solishtirishimiz kerak bo'lganligi uchun. Menimcha, gaplarni to'g'ri tushundingiz. Bundan hosil bo'layotgan RNKni endi mRNK splicing qilish kerak va tekshirish kerak. Tekshirish natijasida hosil bo'ladi qanchadir aminokislotadan iborat bo'lgan oqsil. Demak, biz yana hosil bo'layotgan mRNKni hammasini yozib o'tirmasdan, shunchaki mana bu qizillarni tashlab yuborgan holda nima qilamiz? Joylashtirib olamiz. Demak, mana bu yerga o'rnashtirib oldik. Bu splicingdan o'tgan, tekshiruvdan o'tgan, intronlarni tashlab yuborgan, ulardan xolis bo'lgan, xoli bo'lgan, faqatgina egzonlardan iborat bo'lgan RNK ketma-ketligi va bu RNK ketma-ketligi o'z-o'zidan 5-3 ketma-ketlikka turibdi. Va buni tekshirish sizda endi hech qo'rqmasdan turib chapdan o'ngga qarab amalga oshiraverishingiz mumkin. Chunki biz uni shunga to'g'irladik. Ya'ni 180 gradusga aylantirmagan edik. Mantiq shunday edi. Demak, bu 5-uch va bu tugayotgan uch esa 3-uchni bir ko'rsatib turibdi bizda hozir. Demak, mana bu chapdan o'ngga qarab sintezlaydigan bo'lsak, biz nechtadir aminokislotadan iborat bo'lgan oqsilni, ya'ni polipeptidni hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz hozir bu yerdan start kodonni qidirishimizga to'g'ri keladi. Start kodon esa bizda AUG edi. Demak, AUG. Mana bu yerda start kodonni ko'rib turibmiz va bu start kodondan boshlarkanmiz ishni. Demak, 3ta ketaveradi endi bu yog'iga. Bitta stop kodon chiqmagunga qadar. UAG bizda bironta ikisiga to'g'ri keladimi? Ha, to'g'ri keladi. Bizda bu stop kodon. Demak, jarayon mana shu yerda yakunlandi va boshlangan edi mana bu yerdan. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ta bu stop kodon bilan biz stop kodonni oqsil tarkibidagi aminokislota soniga qo'shmaymiz, chunki u qo'shilmaydi va sanalmaydi. Demak, bizda 8 ta aminokislotani tashkil topgan polipeptid hosil bo'lar ekan. Endi masalan shartiga qaytamiz. Katta polipeptid sintez yo'nalishini ko'rsating. Katta polipeptidning sintez yo'nalishini ko'rsating yoki bo'lmasam katta polipeptid bizning qaysi zanjirimizdan, DNKmizning qaysi zanjiridan hosil bo'lganligini so'rayapti. Demak, ikkinchisi edi va ikkinchisi bizda yo'nalish
3/5 edi. Demak, yozib qo'yamiz. 3/5 dan hosil bo'lgan deya. Bu yerga bizda birinchi qismiga 17 nanometr chiqdi. Bu esa 3 dan 5 ga qarab endi hosil bo'ladigan katta va kichik oqsillarning aminokislotalar nisbatini toping deyilgan ekan. Ikki xil polipeptid sintezlandi. Bu polipeptiddagi aminokislotalar soni ham ikki xil bo'ldi. Haqiqatan ham bu 10 taga va 8 ta. Bularning nisbatini topmoqchi bo'lsak, keling, kattasini kichigiga bo'lib qo'yamiz. Ya'ni katta polipeptidni kichigiga bo'lib qo'yishimiz kerak. 10 ni 8 ga bo'ladigan bo'lsak, 1, 20 ni ichida 2, 40 ni ichida 5. 1/25 ga to'g'ri kelar ekan. Nisbat 1/25. Javoblar qismiga ham yozib qo'yamiz. Nisbatni toping deyilgan edi. Nisbat 1/25. Birinchisi ikkinchisidan 1/25 marta katta. Ya'ni katta polipeptid kichigidan 1/25 marta katta. Yoki bo'lmasam 3/5 yo'nalishdagi zanjirdan sintezlangan polipeptid 5/3 yo'nalishdagi zanjirdan sintezlangan polipeptiddan 1/25 martaga katta. Qanday katta? Ya'ni nukleotidlar soni shuncha ko'pmi? Yo'q. Aminokislotalarning nisbati shunga farq qilar ekan. Kichik polipeptidning start kodon bilan qo'shib hisoblaganda 3-aminokislotasini genetik kod jadvaldagi bosh harf bilan javoblar varaqasiga yozing. Kichikning deyilyapti. Bizga kichik bo'lgan bo'lsa birinchi, ya'ni 5-3 yo'nalish bo'yicha edi. Demak, mana bu start o'zi start kodon bilan qo'shib hisoblaganda deyapti. Metanin bilan deyapti. Bizga 1, 2, 3. Demak, bizga 3-si. Demak, SUA. L ekan bizda. Bu leysinga to'g'ri kelyapti. Bosh harfini yozing deganligi uchun biz bosh harfini bu yerga joylashtirib qo'yamiz. Va endi muhim qismga yetib keldik. Ya'ni topshiriq avvalda aytib o'tgandik. Oqsilning sintezlanishi bilan bog'liq bo'lgan jarayondagi mutatsiyalar bor va mutatsiyalarning xillari bir necha xil. Bu bir necha xil mutatsiyalar haqida gaplashib olishimiz va ularni tahlil qilishimiz kerak bo'ladi. Endi bizdagi tahlil jarayoni qaysi polipeptid haqida ketayotganligiga ham bog'liq bo'ladi. Bizga qisqaroq polipeptid deyilganda kichik polipeptidni nazarda tutyapti. Kichik polipeptiddagi o'zgarish nazarda tutilyapti. Bu o'zgarish sitozin guanin juftligining adenin va timinga o'zgarib qolishligi kerak edi. Demak, sitozin va guanin juftligining adenin va timinga o'zgarib qolishi bo'lishi kerak ekan. Demak, mana bu sitozin va guanin tagiga chizilgan juftlik. Buni hozir keling sizga mana bu yerdagi yozuvlarni o'chirib tashlagan holda ko'rsatishga harakat qilaman endi. Mana bu qismdagi yozuvlarni o'chirib tashlayapman. Bizni chalg'itmaslik uchun videoni oldinga qaytarib turib yozib tushunib olishingiz mumkin. Bu yerdan hozir o'chirib turamiz. Hammasini sizni chalg'itmaslik uchun. Demak, mana bu yerda sitozin va guaninning adenin va timinga aylanib qolishi. Demak, mos ravishda sitozin almashinishi kerak bo'ladi bizda. Nimaga? Adeninga almashinishi kerak. Guanin esa almashinishi kerak timinga ekan. Bu timinga almashinib qolishi kerak. Xo'p, almashtirib ko'ramiz. Agar kichikroq polipeptidning sitozinini almashtiradigan bo'lsak, bu yerda introngacha orasida nechta nukleotid borligini hisob-kitobini olaylik. Bu tomondan sanab kelgandan ko'ra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bor ekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Demak, mana bu ekan bizda. Xo'p. Shunga to'g'ri kelar ekan. Buni almashtirib ko'ramiz. Almashtirsak, agar adeninga qarshisida timin uratsil bo'lib qolar ekanda bu. Demak, uratsil bo'lib qolsa nima bo'ladi? Shu uratsilga aylanib qolsa. Va bu uratsilga aylanib qolsa bizda tepada mana bu yerda to'g'ri kelyapti-da shunda. Bu uratsil bo'lib qolsa mana bu yerdan boshlanganda oqsil sintezi demak bitta, ikkita,
3 ta. Va endi U A U ga aylanib qoldi. Avval G A U edi. G A U bo'lganda D ga to'g'ri kelayotganda endi U A U bo'lganda U A U bo'lganda boshqa bir aminokislotaga aylanib qoldi. Ya'ni bir-biriga o'xshamagan aminokislotaga aylanib qoldi. Shunga ko'ra endi biz uning mutatsiya turini, ya'ni qanday mutatsiyaga kirishini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bizga masalaning shartida bir qancha mutatsiyalarning turlari berilganda, bu yerda Fremeshit mutatsiya, nonsens mutatsiya, silent mutatsiya hamda missens mutatsiyalar berilgan. Bu mutatsiyalar haqida qanday tushuncha hosil qilishimiz kerak? Fremeshit mutatsiya bu qanday mutatsiya turi? Bunga ta'rif beradigan bo'lsam, sizga tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsam, bu yerda qaysidir bir nukleotid chiqib ketishligi yoki qaysidir bir nukleotidning qo'shilishi orqali sodir bo'ladi. Bizda hech qaysi nukleotid chiqib ketgani ham yo'q, hech qaysi bir nukleotid qo'shilgani ham yo'q. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, Fremeshit mutatsiyaga bir dona nukleotid qo'shilishi yoki bir dona nukleotid chiqib ketishi ham mumkin. Yana ham boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, yana bir boshqacha jarayonlarda deletsiya holatlari ham kuzatiladi. Ya'ni yo'qolib qolishda bu aytganda. Bitta nukleotid yo'qolib qolishi mumkin, bir triplet polni yo'qolib qolishi mumkin. Ya'ni 3 talik nukleotid yo'qolib qolishi mumkin. Agar bir tripletning yo'qolib qolishi bo'ladigan bo'lsa yoki bir tripletning qo'shilishi bo'ladigan bo'lsa yoki bir dona nukleotidning chiqib ketishi yoki bir dona nukleotidning o'chib ketishi bilan amalga oshadigan mutatsiya bo'lsa va oqsilda shunday o'zgarish olib keladigan bo'lsa, bunday mutatsiyalar Fremeshit mutatsiyalar deyiladi. Bizning masalamizdagi bu o'zgarish Fremeshit mutatsiyaga tushmaydi. Shuning uchun biz mutatsiyalar orasidan A javobni chiqarib tashlashimiz kerak bo'ladi. Demak, A javob bizga to'g'ri kelmaydi. Endi nonsens mutatsiya haqida gaplashamiz. Nonsens mutatsiya qanday bo'ladi? Bu mutatsiyaga qanday ta'rif berish mumkin? Nonsens mutatsiyada bu juda g'alati mutatsiya turi hisoblanib, normal oqsilni keragidan oldin, ya'ni vaqtidan oldin to'xtashga sabab bo'ladi. Bu to'xtash bevosita normal bo'lgan bir zanjirdagi nukleotidning almashinishi orqali uni stop kodonga aylantirib qo'yadi. Stop kodonga aylanish natijasida u endi o'zgarib ketadi. Deylik, zanjir guanin, adenin ko'rinishida bo'lgan bo'lsin. Deylik, endi bu yerda yozib qo'yaman. DNK zanjiri mana shunaqa edi, oqsillanadigan. Va uni men guaninni timinga aylantirib qo'ysam nima bo'ladi? Menda uratsil adenin bo'ladi. Va bu o'z o'rnidan stop kodon bo'lganning evaziga oldin, ya'ni muddatdan oldin sintezlanayotgan oqsilning sintezlanishi tugab qoldi, to'xtab qoldi. Va bunday mutatsiyalar nonsens mutatsiyalar deyiladi. Bizda hozir bunday jarayon bo'lmaganligi tufayli hozir demak bizda B javob ham chiqib ketar ekan. Keyingisi silent mutatsiya. Bu mutatsiyaga qanday ta'rif beriladi? Bu mutatsiya qanday izohlanadi? Mutatsiyalarning turlari izohlanayotgan paytda silent mutatsiyaga shunday ta'rif beriladiki, bunda hech qanday o'zgarish bo'lmasligi kerak. Aytarli o'zgarish bo'lmaydi bunda. Ya'ni bir dona ham o'zgarish bo'lmaydi. Qanday bo'lsa xuddi shundayligicha qoladi. Ya'ni oqsil oldin ham leysin edi, undan keyin ham leysinligicha qoldi. Oldin ham deylik bironta bir edi, ko'proq bo'ladiganini aytaylik. Misol uchun serin edi, trianin edi, keyin ham trianinligicha qoldi desak, bunda o'zgarmagan bo'ladi. Bizda esa ko'rib turganingizdek mana bu yerda D dan Y ga o'zgarib qoldi. D dan Y ga o'zgarib qoldimi? Demak, bu yerda qandaydir o'zgarish bo'lganda, avvalgi bilan bir xil emas-ku, to'g'rimi? Demak, bizda hozir shunda silent mutatsiyaga ham to'g'ri kelmayapti. Endi biz keyingisini ko'ramiz. Missens mutatsiya. Missens mutatsiyaning ta'rifi qanday bo'ladi? Missens mutatsiyaning ta'rifi bu ta'rifga ko'ra unga bir necha xillari tushadi-da. O'zgarish bo'ladi va bu o'zgarishning turiga qarab turib missens mutatsiyaning o'zi ham ikkiga bo'linadi. Konservativ va non-konservativ.
Konservativ va non-konservativ mutatsiyalar haqida siz ingliz tilidagi adabiyotlardan o'qib bilib olishingiz mumkin. Konservativ va non-konservativ mutatsiya turi haqida hozir gaplashishimiz menimcha o'rinli emas, chunki bizga shunchaki nima deyilgan, missense mutatsiya deyilgan bo'ldi va missense mutatsiyaning qaysi biri ekanligini topish so'ralmagan, shunchaki berilgan variantlar orasidan to'g'risini topish so'ralgan. Agar o'zgarish aminokislotaning almashinishi orqali sodir bo'ladigan bo'lsa, aminokislota o'zgaradigan bo'lsa, bunday turdagi mutatsiyalarga biz qanday mutatsiya deyarkanmiz? Missense mutatsiya deymiz. Va missense mutatsiyaning o'zi ham bir qancha turlarga bo'linishini shunchaki bilib qo'ysak, shuning o'zi yetarli. Demak, mutatsiyamizning turi missense mutatsiya bo'lar ekan, agar bu almashinish bo'lsa va bu almashinish kichik polipeptid bo'yicha hisoblansa, ya'ni qisqaroq polipeptid bo'yicha. Hujayra biologiyasiga oid bo'lgan topshiriqning birinchi qismi shu ko'rinishda tahlil qilinishi va yechimlar taqdim etilishi kerak edi. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.